jiyan yapasqi degani ochopatda dumi po'piga o'xshagan gap. Dumi po'pi nima? Bugun tog'ami videolarda gapirgan eng qiziq gaplarning ma'nosini so'raymiz. Bemalol jiyanjon so'raverasiz. Xo'p, bo'lmasa boshladik. Puta. Endi jiyanjon puta degan bo'lsa, masalan, sen ham putasan. Puta degani o'ziga nisbatan katta gapiradiganlar puta ular, gap bosib qopti degan. Siz ham puta ekansiz. Yo'q, men puta emasman. Nimasiz? Men o'taman. O'ta putasiz. Yo'q, o'taman. Hop, yoppali deysiz, nima u? Yoppali endi jiyanjon hoppaliga o'xshagan gapda. Ha. Faqat sizni talqiningizda. Da, Yaxshi. Hop, qarang. Yangam borlar, yangacham borlar. Ikkalalarning farqi nimada? Endi jiyanjon yangangda dam olasan, yangachangda boshing og'riydi. Ana farq shunda. Ana buni qarang. Neyinki? Ana buni qarang. Yangang yapasqi. Yangachachi? Yangachang Puta. puta. Keyingisi. Kallingga cherik beraman degansiz, qana zarba u? Endi bu jiyanjon vali Zidan zarba qilgani, Zidan kallasi bilan zarba qilgan-ku. Ana shu cherisi bizniki ular. Cheri zarba shu. Patpaligini chiqarib yuboraman. Patpaligini chiqarib yuboraman degani, chochib yuboraman, azbor qilib yuboraman degani. Patpalig. Zo'r. Halokat mayog'i. Halokat mayog'i bu narsani ogohlantirish. Ana buni qarang. Ogohlantirish, darak berish, ifodalash.